أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kahf surasini tafsirini o'qishlikda davom etamiz. Alloh taolo Qur'onni Kahf surasida g'orga mushrik qavmdan qochib panoh topgan yigitlar haqida siz bilan bizga qissa qiladi, hikoya qiladi. Yigitlar vasaniy din vakili bo'lgan zolim podshoh ularni shirkka majbur qilgan paytda qavmini tashlab g'orga chiqib panoh topganlarini aytgan bo'ldik o'tgan darsimizda. Yigitlar borib panoh topgan g'orning xususiyati. Mufassirlarning aytishicha, bu g'orga kiraverishlik shimol tomonda edi. Ya'ni g'orning eshigi shimol tomonda edi. Shuning uchun quyoshning nuri to'g'ridan unga tushmas edi. Kun chiqqanda yorug'i tushar edi, kun issiganda issig'i kirardi, lekin aziyat beradigan bu quyoshning issig'i, kuydiruvchi issig'i zarar bermas edi. Shuning uchun bu g'or yorug'ligi, issiqligi, harorati joyida turdi. Keng bo'lganligidan unda havo aylanib turdi, lekin bu yigitlarga aziyat yetkazmadi. Astagfiru billah. Va tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Mana endi Alloh taolo yigitlarni g'orda yotishligi, g'orda turishligi haqida siz bilan bizga shunday deydi. Astagfiru billah. Va idha gharabat taqriduhum zatash shimal wa hum fi fajwatin min. Quyosh chiqishda ularning g'orlaridan o'ng tarafdan o'tib ketganini, botishda esa ulardan so'l tomonga yiroqlashib ketganini, ya'ni chiqishda ham, botishda ham ularni qizdirib, uyqularini, oromlarini buzmaganini, ular esa g'orning to'rida ekanlarini ko'rursan. Demak, quyosh chiqqanda ham, botayotganda ham ularga zarar yetkazmagan. Zalika min ayatillah. Man yahdillahu fa huval muhtad va man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Bu ham Alloh taolo aytadi, bu ham Allohning oyat mo'jizalaridan biridir. Kimni Alloh hidoyat qilsa,
bas o'shagina hidoyat topguvchidir. Kimni yo'ldan ozdirsa, bas uning uchun to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi biron do'st topa olmassan. Hidoyat Allohdan bo'ladi. Agar Alloh hidoyat qilgan bo'lsa, hech kim bir kishini adashtira olmaydi. Agar Alloh taolo bir bandani adashtirgan bo'lsa, uni hech kim to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Siz bilan biz Alloh taolo hidoyat qilibdi, haqda turibmiz. Ibodatdamiz, 5 vaqt namozda, harom xarishdan uzoqmiz. Hayotimizdagi asosiy maqsadimiz Allohning roziligi degan g'am. Mana shu g'amni bergan, mana shu hidoyatga boshlagan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin. Men o'zi eslik odam edim o'zi yoshligimdan. O'zimdek haq oq qorani ko'rib ajratib, to'g'ri yo'ligini yo'q akalar. Chunki sizdan 1000 barobar aqlli bo'lgan odamlar, sizdan 1000 barobar bilimdon bo'lgan odamlar borki, hidoyat ko'rmadi ular, zalolatda yuribdi. Ana shu dinimizning dushmani bo'lgan yahud nasorolar Qur'onni o'qiydi. Ichigina narsalarni ko'radi, mo'jizalarni ko'radi, guvohi bo'ladi, lekin Alloh hidoyat qilmaganligi uchun bularga bu ilmning foydasi yo'q. Alif lam mim zalikal kitab la royba fi. Bu shunday kitobki dedi Alloh taolo, Qur'on. Hudan lil muttaqin. Taqvodorlarga hidoyat. Kimga hidoyat? Hammaga dedimi? Taqvodor, kim taqvodorlar? Allazina yu'minuna bil g'oyb va yuqimuna as-solah va mimma razaqnahum. Qarang, taqvodorlargagina bu kitob hidoyat. Ular kimlar? G'aybga iymon keltiradi, ko'rmasdan jannatga, do'zaxga iymon keltiradi, farishtalarga iymon keltiradi. Ikkinchisi, namoz o'qiydi ular. Men namoz o'qimaganim bilan matim toza deyotgan odamlar eshitib qo'ysin. G'aybga iymon keltirganingni dalili namoz o'qishliging. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Va agar Alloh taolo aytadi, biz ularga rizq qilib bergan narsadan infoq ihson qiladi. Demak, mana shu odamlarga bu kitob hidoyat bo'ladi. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum." Ey bandalarim, barchalaringiz zalolatdasizlar. Faqat men hidoyat etganlargina bundan mustasno. Demak, biz ana shu istisnomiz. Alloh taolo hamma zalolatga botgan odamlardan bizni ajratib qo'yibdi. Alhamdulillah. Bas mendan hidoyat tilang, sizlarni hidoyatga yo'llayman. Ko'ring, hidoyatda turibsiz. Haqda turibsiz. Halolda turibsiz, namozda turibsiz. Yana nima deyapti Alloh taolo? Yana hidoyatda ziyoda bo'lishini so'rang deydi. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Parvardigoro, bizlarni hidoyat qilganingdan keyin yana qalblarimizni burib qo'ymagan. Chunki Alloh taolo bunga qodir zot. Sizlardan bir kishi bir umr jannat ahli amalini qiladi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir umr jannatiylarda ishini qiladi, jannat bilan o'rtasida bir ziro masofa qoladi. Lekin umrining oxirida bitta siyg'alanadi, jahannam ahlidan bo'lib ketadi. Shuning uchun 70 yil ibodat qildingizmi, 50 yil ibodat qildingizmi, ibodatingizga suyanmang. Doimiy suratda Alloh hidoyatdan adashtirmasligini so'rab turing. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Qarang oyatda. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, bas uning uchun to'g'ri yo'lga yo'llovchi biron do'st topa olmassan. Ota-onasini nasihati ham foyda qilmaydi, hayotda ko'rayotgan ibratli bir voqealar ham foyda qilmaydi, chunki uni Alloh adashtirgan. Bu yerda adashtirsa deganda yaxshiroq tushunishimiz uchun shunday deyishimiz kerak. Kim o'zini Allohdan behojat bilsa, demak Alloh buni adashtiribdi. Menga kerak emas namoz desa, menga kerak emas duo qilishlik, ham yo'qda o'zim eplab olaman deyotgan bo'lsa, bu odam o'zini Allohdan to'sibdi, Allohdan yuz o'giribdi. Endi kim buni hidoyat qiladi? Hech kim. Demak, hidoyat uchun birinchi qadam bizdan bo'lishligi kerak. Qissani davom etkazadi Alloh taolo. Astagfiru billah. Va tahsabuhum ayqadan va hum ruqud. Uyquda ekanlar, ko'zlari ochiq bo'lgani uchun sen ularni uyg'oq deb o'ylarsan. Mufassirlar aytishlaricha, ko'zlari ochiq holda qolgan. Ular mana shu 309 yilda ko'zlari ochiq holda turgan. Va nuqallibuhum zatal yamini va zatash shimal va kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid.
Biz ularni o'ng tomon, so'l tomonga aylantirib turamiz. Ularning itlari esa oldi oyoqlarini ostonaga yozib yotar. Agar ularning ustidan chiqib qolsang, ularning ahvolidan dahshatga tushib, yuz o'girib qochib ketgan bo'lar eding. Demak, ko'zlari ochiq holda qolgan. Agar kimdir ularni ko'rganda, albatta ularni ko'zlari ochiq holda turganligidan qo'rquvga kirar edi. Ayrim mufassirlar aytishadi, bir odamni ruhiy holati ikkinchi odamga ta'sir qiladi. Bu bor narsa. Yoningizdagi sherigingizni kayfiyati o'lib, pachag'i chiqib turgan bo'lsa, haligindan yuqadi sizga. Yoki aksincha xushchaqchaq bo'lib bir qunoq bo'lib turgan bo'lsa, bu ham yuqadi. Bu yigitlar g'orga kirib ketayotganda qalblarida qattiq qo'rquv bor edi, xavotir bor edi. Endi mana shu g'orning og'ziga kelganki odamga mana shu qo'rquv o'tar edi. Shuning uchun 309 yil bular g'orda turdi. Birorta odam g'orning oldiga kelib ichkariga kira olmadi. Chunki qalbiga qo'rquv berilgan edi bularning. Mana shu o'rinda yana to'xtaladigan bir muhim nuqta bor. Va nuqallibuhum zatal yamini va zatash shimal. Biz ularni o'ng tomon, so'l tomonga aylantirib turamiz. Uyquga ketgan yigitlar o'ng tomon, chap tomonga ontarilib, to'ntarilib turdi. Ilmiy mo'jiza. Inson uxlaganda o'zi bilmagan holda yotgan holatini o'zgartirib turadi. Kim sanagan? Kechqurun necha marta ontarilib, to'ntarilasiz? Endi qiziqib qarab ko'rsanglar chiqadi. 15 minut der ekan. Shu kuzatganlar 10 minut har xil ekan. Bilasizmi? Rasa charchab kelib, bitta yotib, qimillashlikka ham holingiz uxlab qolgan paytingizda tursiz yog' cho'p qolgan bo'ladi bo'yningiz. Men qatib qoldi bo'ynim deysiz. Nimaga qatib qoldi? Chunki qon aylanmadi. Holatni o'zgartirmadingiz. Ulamolar aytadi, mana shu tib ulamolari insonni tanasida mana asablar bor, nervlar bor. Ular bosimni his qiladi. Bir xil holatda inson 15 minutmidi, 20 minutmidi qimillamay yotsa, poylar uzoqroq ezilib qolsa, mana shu asab markazlari, nuqtalari miyaga xabar yuboradi, signal yuboradi. Qimillat deb. Uxlayotganda emas, o'zi to'g'ri-to'g'ri o'tirganda ham necha marta o'zgartirasiz o'tirishingizda, 1 soatlik o'tirishingizda. Shunda miya jasadga holatni o'zgartirishlik haqida buyruqni beradi. Shuning uchun inson bir kechada 38 dan 40 martagacha holatini o'zgartirar ekan. Vallohu a'lam. Ya'ni Alloh taolo 300 yildan ko'proq uxlagan yigitlarni u yoqqa bu yoqqa ontarib turmaganida chirib ketar edi bular. Shuning uchun shol kasaliga uchragan yoki a'zolarini o'zi mustaqil qimillata olmaydigan bir bemor odamni agar 8 soat yonidagilari bir holatini o'zgartirib qo'ymasa, chirishni boshlar ekan go'sht. Aynishni boshlar ekan. Chunki qon u yerga yetmaydi, demak go'sht aynishni boshlaydi. Tushunarlimi? Kimdir o'zi bir istab ko'rdimda, kamera qo'yib qo'ygan ekan sanash uchun. Kamerani qo'yib qo'ygan 8 soatga, ertamangacha zapis qilgan, xullas yozgan. 38 dan 40 martagacha inson holatini o'zgartirar ekan. Bilasizmi shuni siz? Bu Alloh taolo siz bilan bizni jasadimizga qo'yib qo'ygan mo'jizalardan yana bittasi. Agar to'ntarilmasangiz qatib qolasiz ekan. Bu qanaqa mo'jiza? Agar g'or egalari bir xil holatda qimillamay qolganida 50 yilda tugab ketardi bular. 50 yilda tugab ketar edi. Inson o'zi 8 soatlik uyqusida necha marta to'ntariladi. Agar 1 soat uzoqroq yotib qoladigan bo'lsa, aytdik, badanlari og'rib ketadi. Demak, biz ularni o'ng tomon, so'l tomonga aylantirib turamiz. Ularning itlari esa oldi oyoqlarini ostonaga yozib yotur. Mana shu itni egasi uchun sharaf bu. Chunki Alloh taolo ularning itini Qur'onda zikr qildi. Ana shu vafoli bo'lgan iti ular bilan birga chiqib ketgan edi. Va kazalika ba'athnahum liyatasaalu baynahum. Ular mana shuncha uzoq muddat uxlashdi. Mana endi uyg'onishdi. Ajib holat, faraz qiling-da, o'zingizni qo'yib ko'ring-da. 309 yil uxlab turdingiz. Bilmaysiz 309 yil o'tganini. Otangiz o'tib ketdi. Nevaralaringiz ham o'tib ketdi. Lekin bilmaysiz buni.
Alloh taoloning birodarlar qudratining cheki yo'q. Alloh taologa hech narsa Alloh taolo biror narsani qilishlikdan ojiz emas. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allohning ishi bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. O'zaro savol-javob qilishlari uchun ularni qanday uxlatib qo'ygan bo'lsak, ana shunday uyg'otdik. Uxlaganini bilmay qoladi inson. Bilishmay qoldi uxlab qolganini. Xuddi shunga o'xshatib uyg'otdik ularni, bilishmay qoldi uyg'onganini. Qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ulardan biri dedi: "Qancha holda turdinglar? Ya'ni qancha uxladinglar?" Ularning ayrimlari bir kun yo yarim kun dedilar. Qalu robbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwariqikum hadihi ila al-madina falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Qolganlari esa qancha uxlab turganlaringizni yolg'iz Parvardigoringiz bilur. Endi bir kishini mana shu pulingiz bilan shaharga jo'natinglar, u eng sara, pokiza taomlarni tanlab sizlarga undan rizq nasib olib kelsin va u ehtiyot bo'lsin va sizlarni birontaga sezdirib qo'ymasin. Chunki bularning xayolida hali ham o'sha zolim podshoh, o'sha tuzum. Ular ja bo'lsa bir kun yoki yarim kun uxladi deb turishibdi, lekin haqiqatdan Allohning karomati yuz bergandi ularning ustida. Bu yigitlar g'orga chiqib ketgan paytda Iso alayhisalomga iymon keltirgan kishilarga mana shu kofir podshoh tomonidan qattiq zulm, siquv bor edi, qatl bor edi, qiyinchiliklar bor edi. Ular shamol xudosi, yomg'ir xudosi, yulduz xudosi, chiroyli xudosi, xullas go'zallik xudosi o'zlaricha bir narsalarni xudo deb sig'inar edi. Podshoh ham ayni mana shu shirk dinida edi. Ular o'zlari bilan taom olib chiqqan edi. Taomlari tugagan edi. Yonida puli ham bor edi. Ular halol, pokiza taomlarni olib kelishligini talab qilishdi. Musulmon odam birodarlar nima yeyotganiga qarashligi kerak. Qayoqdan kelayotganiga qarash kerak. Nima deydi? Yaltiroq qog'oz yorib qo'ysa, har narsani yo'rmaslik kerak. Hamma yesa yo'rmaslik kerak bu narsani. Akalar, qaranglar, shu narsalarni yeb, ana shu xalqlarda ahvoli nima bo'lyapti? O'sha sintetik ovqat ko'payganligidan semirib ketishlik. Demak, musulmon odam mana shu oyatdan nimani xulosa oladi? Halol pokizani yeyishlikka, halol taomni yeyishlikka haris bo'lishligi kerak. Yana bir odobda aytadi ulamolar mana shu so'zdan. Sotuvchini oldida bir oz miqdorda mol turgan bo'lsa va mana shu molga 3-4 ta xaridor turgan bo'lsa, shu xaridorlardan bittasi hammasini olib qo'yishi mumkin emas deydi. O'zingga keragini ol, qolgani qolsin. Chunki bunda musulmonlarga nisbatan beadablik bor. Yana odamlar bu narsaga nima bo'lib turibdi? Xaridor bo'lib turibdi. Bu Qur'oniy ta'lim. Chunki yoningda senga o'xshagan bir musulmon birodaring shu taomga ehtiyoj sezib turibdi. Va mana shu yuborilgan yigitdan ehtiyot bo'lishligi talab qilindi. Innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada. Chunki ular sizlardan ogoh bo'lib qolsalar, sizlarni toshbo'ron qilurlar yoki yana o'zlarining dinlariga qaytarurlar va u holda hech qachon qutula olmassizlar. Demak, musulmon odam fitnalarga kirib qolmasligi uchun ehtiyot bo'lishligi kerak. Musulmon odam o'zini gap so'zga qo'yadigan holatdan uzoq bo'lish kerak. Shubhali bo'lgan odamlar bilan aralashmaslik kerak. Harom xarish bo'ladigan joydan qadamini uzoqroq qilishlik kerak. Chunki ulfating aloqonat bo'lsa degan gap bor. Bu ulfatlarni chaqirsangiz haqqa ko'nmasa, sabr qilasiz, nasihat qilasiz. Agar ko'nmaydigan bo'lsa, o'zini ma'siyatda turib olsa, bunaqa ulfatlar nima qilinadi? Voz kechiladi bularda. Va kazalika. Ya'ni bu yigitlar agar qavm ulardan talab qilgan shirkka qaytsa, ya'ni eski to'kin sochin, farovon, yaxshi hayotiga qaytadi. Chunki aytdik, bu yigitlar o'zini qavmini hurmatli bo'lgan, boy, badavlat bo'lgan oilaning farzandlari edi.
Agar yana kufrga qaytsa, qavmini shirkiga qaytsa, boboyida hayoti zo'r bo'ladi. Lekin bu hayotni ular xohlashmadi. Va kazalika a'tharna alayhim liya'lamu anna wa'dallohi haqq va anna as-sa'ata la rayba fiha. Shunday qilib, Allohning qayta tiriltirish haqidagi va'dasi haq ekanini va qiyomat soatining kelishi shak shubhasiz ekanini bilishlari uchun odamlarni yigitlarning holidan xabardor qildik. Ularda chiqib ketganini bilardi 300 yil burungi odamlar. Qayoqqa ketdi, nima bo'ldi hech kim bilmas edi. Ularni g'orda uxlayotganligini bu davrda yashayotganlar bittasi bilmas edi. Alloh taolo bildirdi endi odamlarga ularning holini. Nima uchun? Qayta tirilish haq ekanligini odamlar ko'rishligi uchun. İz yatanaza'una baynahum amrahum faqalu bunu alayhim bunyana. Yani g'ordagi yigitlarning uyqulardan uyg'onib, odamlar bu mo'jizani guvohi bo'lganlaridan keyin ular ajallar yetib vafot etishgach, o'zaro ishlarining haqida talashib tortisha boshladilar. Bas ayrim kishilar ularning ustiga bino qilinglar dedilar. Ularning ustida hukmron bo'lgan podshoh va uning saroy ayonlari esa albatta ular, ya'ni Ashobul Kahf qabrini ustida bir masjid qurib olurmiz deydi. Boyaga chiqdi g'ordan, bozorga bordi. Mevamidi, boshqamidi ozuqani sotib olishi uchun boyaga pulini uzatdi. Haligi savdogar qarab turib, "Bu nima?" dedi. "Sen kimsan?" dedi. "Ha, bu qaysi zamondagi pul?" dedi. So'rab surishtirdi. Yigit qarasa, savdogar bular tashab chiqib ketgan qavmda emas. Muomalasi yaxshi, xulqi joyida. Chunki o'zgargan edi davr. Bu zamon kishilari bularni kimligini shunda bilishdi. Bu qissa kitoblarda keltirilganidek, mana shu yigitni orqasidan erchib qavm bordi bu g'orga. Yigit g'orga ulardan avval kirdi va ularga shuncha muddat o'tganligini xabarini berdi sheriklariga. G'orga kirishi bilan g'or egalarining hammalari vafot etdi. Alloh taolo bularni mana shunday bir 300 yil tirik turganligini bildirib qo'yishlikni xohladi, bildirdi, jonini oldi hammasini. Toki ularni bir ilohlashtirmasin yoki Alloh taolo bir o'zi bilgan hikmat uchun. Alloh qavmni bu yigitlar haqida ogoh qildi. Albatta bunda bir buyuk hikmat bor. Go'yoki Alloh taolo aytayaptiki, "Ey odamlar, bu yigitlar menga xolis bo'lishdi, meni yaxshi ko'rishdi, mendan qo'rqishdi, meni hukmimda qoyim turdi. Bas men ularni saqlayman, himoya qilaman, ularga dushmanlari ustidan yordam beraman, ularning qalblarini poklayman." Biz ham xulosa olaylik. Biz Allohni yaxshi ko'rsak, Allohning itoatida doim bo'lsak, harom xarajdan ehtiyot bo'lib, maqsadimiz Allohning roziligi bo'lsa, Alloh bizni ham himoya qiladi. Bizni ham qo'llaydi, mushkullarimizni oson qiladi. Bu yigitlar shunga loyiq edi. Endi biz-chi? Alloh bizni qo'llashligiga loyiqmizmi? O'zimizga savolni beraylik-da. Bu yigitlar payg'ambar emas edi, siz bilan bizga o'xshagan oddiy odam edi. Lekin Allohga bo'lgan iymoni bilan taqvosi ularni mana shunday bir mukofotlanishiga sabab bo'ldi. Yagona bo'lgan Allohga qasamki, birodarlar, Alloh bandasiga bergan va'dasiga xilof ish qilganidan ko'ra butun koinotni ostin-ustun bo'lib ketgani osonroq. Menga tavakkal qil, g'ami meni zimmamda, meni qulchiligimni qil, qo'lingga barakot beraman deb Alloh taolo va'da beryaptimi? Alloh hech qachon va'dasiga xilof ish qilmaydi. Dunyoni ostin-ustun bo'lib ketgani osonroq, Allohning va'dasiga xilof qilganidan ko'ra. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. Qarang Alloh taolo nima deyapti? Nur surasida. Alloh sizlardan iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymon e'tiqodli zotlarni yer yuziga xalifa hukmron qilganidek, ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini g'olib mustahkam qilishni hamda ularni ahvolini
xavf va xatardan keyin tinchlikka o'zgartirishini va'da qildi. Innalloha yudafi'u 'anil ladina amanu innalloha la yuhibbu kulla xawwanin kafur. Albatta Alloh iymon keltirgan zotlarni mudofaa qilur. Himoya qildimi bu yigitlarni? Qanaqa qilib himoya qildi? Birodarlar, 300 yil o'tkazib yubordi, lekin Alloh taolo himoya qildi. Birov aziyat yetkiza olmadi ularga. Albatta Alloh barcha xoin va kufrona ne'mat qiluvchilarni suymas. Alloh taolo o'zini mo'min bandasini hech qachon qiylanishini xohlamaydi. Alloh taolo bandalariga zarracha zulm qilmaydi. Lekin bandalari o'zlariga o'zlari zulm qilib oladi. Hatto Alloh taolo bir mo'min bandasiga kasalni, dardni berganda ham mana shu narsa ham uchun bo'lgan rahmat. Chunki gunohlari shu bilan nima bo'ladi? Yuviladi. Ana istixora namozi bor-a? Istixora xayriyatni talab qilib namoz o'qish. Qarang, oldingizda bir 4 xil narsa turibdi, siz olmoqchisiz yoki siz uylanmoqchisiz, 4 tasini qizi turibdi. To'ralasi ham beraman deyapti qizini. Ya 4 ta mashina olmoqchisiz, to'ralasining narxi bir xil. Hammasi zo'r, to'lla olmayapsiz-a? Bilasizmi, qiyin bu bash isham. Nima qilsam ekan? Qaysini olsam ekan? Unga maslahat so'rasiz, mana deydi, bunisiga sen mana. Shunda qaysinisini sizga oqibati yaxshi bo'ladi, bilasizmi? O'sha paytda bekor qilgan ekanman, o'shini olib o'rmagan ekanman. Yo, yaxshi ham bo'lgan ekan, o'shini olmaganim. Qarang. Mashaqqata ayniqsa ko'p bo'lganda. Mana shu qaysini qiziga uylanishlik yoki qaysi narsani olishlikni bilmay turgan paytingizda istixora qilasiz. 2 rakat namoz o'qiysiz, duosini o'qiysiz, Parvardigor, mana shu so'rayotgan narsam yoki ro'paramda turgan narsa, mana men tanlagan narsa, bittasini tanladingiz. Tirikchiligimga, hayotimga, maishatimga, dunyo va oxiratimga foydasi bor ekanligini bilsang, bu ishni menga ber. Agar men tanlagan narsa hayotimga, tirikchiligimga, maishatimga, dunyo va oxiratimga zarari bo'lsa, mendan nima qil? Qarang, berdimi demak yaxshi, bermadimi? Yana yaxshi. Chunki kimga topshirdingiz buni? Hatto bandasi tanlayotganda qiylanmasin deyapti Alloh taolo. Tanlab qiylanmasin deyapti. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qarang oyatning go'zalligini. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lib turib bitta yaxshi ish qilsa, biz unga pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallardan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Erkakmi, ayolmi, musulmon bo'lib turib savob ish qilsa, hayotini pokiza qilaman deyapti Alloh. Dunyoda, oxiratda esa qilib o'tgan ishidan ko'ra yaxshiroq mukofotni beramiz. Kimga berildi bu narsa? Mo'minga. Kimga? Robbim Alloh, dinim Islom, payg'ambarim Muhammad alayhisalom deb shu gapiga javob berib yashagan odamlarga. Kimga? Hayotdagi maqsadi bitta, Allohni rozi qilishi bo'lgan odamlarga. Kimga? To'g'ri kelgan namoz o'qib qo'yib, boshqa payt bilgan ishini qiladiganga emas. Oilasida g'arb tushunchasi masjidga borganda musulmon bo'lganlarga emas. Masjidda ham musulmon bu, tijoratida ham musulmon bu, oilasida ham musulmon bu. Mana shularga. Mana shularga. G'or egalarining qissasi mashhur. Zolim podshoh ularni shirk diniga qaytishlik uchun o'ylanib ko'rishlikka 3 kun muhlat bergan edi. Lekin bular g'oyib bo'lishdi, yashirinishdi. Alloh taologa qaytishdi, Allohning huzuriga qochishdi, Alloh bularni saqladi. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.